4. Buzulup qalğan meyvələrini yeyiş ast xarakterlik ölüp eliş bilan barabar. Elektronluq savdo ishlarining modaga aylanishiga ergashib, nurg'un yoshlar nurg'un meyvelerini torda setib elib, uyda saqlab oldirmay yeyishga amroq bo'lib ketdi. Ammo setib olgan meyvelerini uzoq saqlaganda buzilib, sesib qolishi mumkin. Ba'zilar sesigan yerini kesib elib etib, yesi bo'laveradi deb qaraydi. Mutaxassislar shuni samingizga saladiki, bundaq qilish to'g'ri emas. Buzulgan meyve şekillendiradigan ziyonli moddalar oshqozon uchay yo'lining iqtidorini qalaymaqonlashtirish qatorliq kasalliklarni keltirib chiqaradi. Buning ichidagi patolen bilan hujayra pardasining birikish jarayoni qaytalanmaydi. Shunga hujayralarni uzungacha zaxmlantiradi. Hatto rak kasalini paydo qilishi mumkin. Gerçi sesib ketgan qismini kesib elib etib iste'mol qilgan holatdami bexatar bo'lishi notayin. Chunki zamburug' paydo qilgan patolen mevaning boshqa joylariga kengaydi. Buni ko'z bilan ko'rgili bo'lishi notayin. Shunga meva setib olganda amalning boricha bak ko'p setib olmaslik kerak. Yangi mevalarni yeganda ondan uzuqliq qimmatiga erishgili, texmi sog'lom bo'lg'ili bo'ladi.